Assalomu alaykum. Shariat ixlosmandlari. Bugun sizlar bilan Hurmat Meyli, ya'ni Kamina Dilora istak kitobimdan Dil inkori she'rim bilan sizlar bilan diydor ko'rishamiz. Dil inkori. Riyo dunyodan kechganim yo'q, ixlos sharobin ichganim yo'q. Pok aylamay tani dilimni, oxirat tunim bichganim yo'q. O'zni baland himmat tutmayin, ma'rifat nurin sochganim yo'q. Chin dildan tavba tazarru qilib, haqni sidq dil quchganim yo'q. Yengimda zar davom sufiylik, kibri havo tunim yechganim yo'q. Oriflikni davo qilmayin, halimlik sari ko'chganim yo'q. Qiyomat kundan so'z ochmayin, qalb ko'zini men ochganim yo'q. Men xud deb ko'kda uchmayin, ishqning sharobin ichganim yo'q. Borliq dunyodan men kechibo, yor sari qushdek uchganim yo'q. Albatta mana bu she'rlarni yozish uchun bu inkori dil tarzida yozilyapti. Mana shu holatlarni men hammasini mumkin qadar boshimdan o'tkazdim. Endi mana bu yerda bitta baytni bayon qilamiz, takror tushuntirib o'taman. Qiyomat kundan so'z ochmayin, qalb ko'zini men ochganim yo'q. Aslida o'shani yozilishda shunday yozgan edimki, qiyomat kundan so'z ochmayin, shariat yo'lini men tutganim yo'q deb yozilgan edi. Hozir mana shariatni yo'lini masalan tutmay mana namoz yoki diniy bo'yoqlarga ko'p e'tibor bermasdan, hatto farzlarni bajarmasdan turib, lekin qiyomatdan, shariatdan juda baland gaplardan gapiramiz. Ozroq bo'lsa-da ham fag'anani pastdan boshlamaymiz. Masalan, islomdan gapirishdan oldin kalmamizni bilmaymiz. Yoki bo'lmasa, masalan, alhamdulillah o'qiy olmaymiz, ixlosni o'qiy olmaymiz, lekin shariatdan gapiramiz. Mana shularni uchun qildikda, lekin baribir mana bu o'sha shariat ilmini tutmaganni, ya'ni insonni ko'zi, qalbi ko'rlikka moslashtirib, qalb ko'zini men ochganim yo'q deb ham baho berdim. Endi qolganini o'zlaringizga havola, o'zlaringiz xulosa chiqaringizlar, o'zlaringiz fikr qilingizlar. Albatta bu insonni ongiga keladigan masalan fikr bo'yoqlar, bu Tangri Xudodan sizlar qanday fikrdaysizlar, qanday muomalada bo'lasizlar, o'zlaringiz qanday yondashasizlar, demaga o'zlaringizga havola. Men mana shuni yozib sizlarga yetkazib berdim. Menga endi mana shu shoirlik kasbini Alloh taolo nasib ko'rdiki, men mana shunday g'azallarni, qit'alarni, murabba shu she'rlarni yozdim va sizlarga yetkazishni istadim. Shu uchun ham mana bu YouTube'da kanal ochib, erta men yoshim ancha yoshga ketganimdan keyin masalan inson bir narsani yaratgandagi, xalq uchun yaratgandagi, xalqqa yetkazib berish kerak. Agar xalqqa yetkazib bermasa, u o'zi masalan nima desam,
bir o'zi yaxshilikni xalq uchun yaratdi, xalqqa yetkazib bermadi. Uni ishi xuddi bir jinoyat misoli bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun ham men mana shu ijodlarim erta qolib yo'q ketmasligi uchun hurmatli shariat shaydolari sizlarga yetkazib berdim. Sizlarga yetkazib berishdan maqsad, mening bir yagona maqsadim, boshda ham aytganman, g'oyam inson qalbida mehr shafqat, odamiylik, ezgulikni masalan xalqqa bo'lgan, xalqqa, vatanga, yurtga, butun dunyo saodatini kuylash, bu go'zallikka intilish, bu har bir qanday she'riyat yozuvchini, har qanday nima mutaxassisni bu nima desam vazifasi desak ham bo'ladi. Shuning uchun mana shu yaxshilikka qarab intilib g'azallarimni yozdim. Masalan shu inkori dilda, masalan men riyodan kechganim yo'q, ixlos sharobini ichganim yo'q. Mumkin qadar masalan o'sha riyo dunyoning nafs buyoqlardan kechishga harakat qilganman. Masalan o'sha ixlos haqqa bo'lgan, Allohga bo'lgan ixlosga harakat qilganman. Pok aylamay tani dinimni ko'rsatyapman. Masalan pok aylamay tanim oxirat tunim bichganim yo'q. Aslida lekin o'shanga harakat qilganman, lekin men baribir burada inkori dil tarzida bu ko'ryapman. Qolaversa men emas, bu faqatgina bir emas, millik obrazi orqali, umumiy millik obrazi orqali yozilgan g'azallarim, meni she'rlarim hammasi umumiy millik haqida. Odamzodda, insoniyatda bo'ladigan xulq atvordan kelib chiqib, men millik obrazi, o'zimni millik obrazimga umumiy millik ta'rif berib boryapman. Albatta sizlarga rahmat, mana shu meni tinglab she'rlarimni o'qiyotgan bo'lsalaringiz katta rahmat sizlarga. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Yana diydor ko'rishib qolamiz, Alloh nasib aylasa.